Assalomu alaykum. Beruniy beton quyish xizmati obunachilari. Beruniy ofida istiqomatdagi ishimizni bitirdik. Shavkat akaning uyi. Bu yerda quygan stoyashkimiz 267 kvadrat bo'ldi. Bordiyor 42 metr bo'ldi. Ketgan xarajat 3 komas shibintash ketdi. Butkamin 1 yil ketdi. Sement 222 xalta sement ketdi. 7 zil chaga ketdi. Chaganing ko'p ketgani tiyina ulqon zil bilan. Ulqonroq kuzov ulqonroq etib ishlangan zil ekan. Tiyina tekis yugada ishlatdik. Chaga ko'p ketdi. 10-15 santim tiyina chaga tashalib chiqdi. Bordiyorlarning ham yeni 30 santim bo'ldi. 25-30 kamida 25 bo'ldi yana. Uyning uyasining aytganday etib qo'ydik. Shutib qo'ydirdi. Обязательный hamma yerine setka klyonka tashaldi. Mana ishlagan yerlarimiz. Bir qator ko'rsatib chiqaman. Polni ketgan pul xarajatini ham hisoblab qo'yibman. Bu yerda mana kaladusi bor. Posudamoykaning. Buni da stoyashka bilan tenglab quyverajak edik. Qapqog'ini bunu etib quydirmadik. O'zining bir planlari bor ekan. Bizlar aytganday etib ishladik. Bu yerda banyanaka bor mana. Bo'lmasa stoyashka bilan yuzini tenglab ketajak edi qapqog'ini. O'zi mana hozir gidroizolyatsiya bo'lib boshladi mana. Izolyatsiya. Stoyashkaning qalinligi hamma yer 10 santidan kam bo'lmadi. 11 santi bo'lsa bo'ldi, 10 dan kam bo'lmadi. Bordiyorlarning yine aytganday 30 santi bo'ldi. 25 dan kam yeri yo'q, 30 dan ziyod yeri bo'lsa bor. Polni ketgan pul bo'rga xarajat 32 milyon so'm bo'ldi. Mana yeri mana akşam qo'ygan yerimiz. Meydan, ana yapmışgacha.